Aziz hurmatli eshituvchilar, albatta bu Ramazon oyiga barcha narsalarni bajarishligimiz eng muhimli va eng kerakli va ahamlidir. Birinchidan, namozi taroveh. Uni o'qishi sunnati muakkadadir. Xotinlarga, erkaklarga har bittasiga sunnat muakkada o'qishi kerak. Agar o'qimasa, o'g'ilga yo'liqib chalinadi. Boshqa namozi sunnat muakkadaiki namozi fajr, namozi zuhr, namozi mag'rib, namozi isho ularga bordir, sunnati muakkadadir. Ularni o'qimasa, o'g'ilga yo'liqib chalinadi. Bu namozi tarovehni ham o'qimasa, namozi taroveh ham sunnati muakkadadir, ular ham sunnati muakkadadir. O'g'ili bir bo'ladi. Uni har birda o'qishi kerak. Albatta ayol tabaqalar ular namozi tarovehni bir qanchalari va barchalari o'qimaydi. Ulardan so'rash kerakdir va tariqai o'qilishligini o'rgatish kerakdir. U ochiq ma'lumdir, har birtamizga 20 rakat o'qiladi. Har 4 rakatga bir ozgina o'ltirilib vaqfa bo'linadi. Shu vaqfa mustahabdir. U bir qadrli paytdir. Buni bizlar qadr berishimiz kerak. Zikr qilishligimiz kerak va o'sha paytga ham duo qilishimiz kerak. Ikkinchidan, xatmi Qur'on har masojidlarga o'qiladi. Hofizlar o'qiydi uni, yaxshi oyatlarini, haqiqatini ado qilib, tushunib, uni o'qishi kerakdir. Tez o'qilmasin. Varattilul Qur'oni tartilaga amal bo'lishi kerakdir. Qur'onni yaxshi o'qisinki, toinki Alloh subhanahu va taolo Hazrat payg'ambarimiz Nabi akram sallallohu alayhi xush bo'lib, rozi bo'lib, quvonchlikka bo'lsin. Va malaikalar, jinniyot solih u masjidga to'xtagan bo'ladi. Ular ham ularga duoi xayr va yaxshi duo qilsin. Agar yaxshi qilib o'qimadimi, tezlik bilan Qur'onni haqqini ado qilmasdan tug'ayib bitirsak, Qur'oni Karim ularni shikoyat qiladi. Alloh taolo Robbisiga undan qo'rqish kerakdir. Nima uchunki Qur'onni shafoati ham qabul bo'lmaydigandir. Qur'onni shikoyati ham qabul bo'lmaydigandir. Shuning uchun Qur'onni yaxshi qilib o'qish kerakdir. Va bizlar Qur'on o'qiymiz deb, xatmi Qur'on qilamiz Ramazon oyiga deb, na'udhu billah bizlar Tangri taolo Robbimizni diq qilmaylik va Nabi akram hurmatli Hazrat payg'ambarimizni ham diq qilmaylik. Bizlar xatmi Qur'on qilishlikdan shu ikki kishini rozi qilishlikdir. Qachon rozi bo'ladi? Bizlar yaxshi qilib o'qisak. U qavmimizda qavmlarni haqqi yo'qdirki, qoriga aytsak, tez o'qing deb. Hech aslan haqqi yo'qdir. Og'iz ochishlikka og'izlari yo'qdir bo'ladi. Albatta, uchinchidan muhim bo'lgan shudirki, har bir o'qiladigan namozlarni xushraylab o'qishimiz kerak. Sharti sharoiti bilan, tahorati komil bilan, haqiqatini ado qilib tushunib o'qishimiz kerak.
va to'rtinchida bizlar yuragimizni yangilashimiz kerakdir. Kina, qudrat, dushman, hasad, bo'g'z va qing'irchilik, buzuqchilik, shoshilish har birtasidan yuragimizni yangi qilaylik va bu Ramazon oyiga yuragimizga Nabi Akram sallallohu alayhi muhabbatini, Tangri taolo Robbimizning muhabbatini yuragimizga o'rin beraylik. Bu Ramazon oyi ana shudir. Albatta 5-da eng kerakli bo'lgan muhim shudirki, har birdamiz Ramazonda har kunini va har kechasini axir kecham, axir kunim deb eng yaxshilik bilan toat va ibodatga bo'lishimiz kerak, zikr azkorga bo'lishimiz kerak va tilovat Qur'oni Karimga bo'lishimiz kerakdir. Xudovand taolo Robbimiz tavfiq amal qilishlikni har birimizga nasib aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.